Xitoyda qiziqarli narsalar juda ham ko'p. Hozir men sizlarga mevalarni ko'rsatmoqchiman. Mana ko'ramiz. Mana bunisi 5 yuan ekan. 5 yuan bizani pulda 8,000-9,000 atrofida bo'ladi. Mana mandaringa. Mana bunisi yaxshiroq pishgan. 7 yuan ekan. 7 yuan bizani pulda 12,000 so'm bo'ladi. Mana shunaqa. Mana qarang. 4,5 bu bananga bunaqa narx qo'yishligi juda ham qiziq bo'lsa kerak. Suv tekin deydi. Endi olamiz hozir mashinani. Sekin bitta. Mana shunaqa eng zo'ri mana shu o'zingiz tanlab olishingizga ruxsat berishadi. Bemalol olib kelib, mana shunaqa tanlab olsangiz bo'ladi. Lekin bu zo'r marketing. Ya'ni o'zi tortib bermaydi. Siz o'zingizga yoqqan tanlab arzon ekanini deb olasiz. Bitta qarasangiz, oxirida 1 kilodan oshib olib qo'ygan bo'lasiz. Misol uchun 7 yuan bo'lsa ham, misol uchun 14 yuan, 20 yuan qanaqa olib qo'yganingizni bilmay qolasiz. Mana shu tomonlama marketingni menga bozorda juda ham yoqdi.